Ertalab soat 7 bo'ldi. Men уже ishga kelib oldim. 2012-yildan beri Mehribonlik uyida ishlayman. Tangani narigi tarafi bor degandek hamma o'zini laksheri hayotini ko'rsatgan paytda men sizlarga oddiy ota-onasi-yu Mehribonlik uyida yashayotgan bolalar bilan shuncha yildan beri ishlayotganimni ko'rsatmoqchiman. Bu yerda bolalar mustaqil hayotga tayyorlanishadi. Yashash uchun kurashishadi. Mana shu yerda o'zligi tozalab, men ularga o'rgataman har doim ertalabdan o'zligini uyligini qanaqa ozoda, saramjon tutish kerakligini. Lekin afsuski ishxonamiz уже yopilyapti. Hozir huvillab qolgan. Hamma joy bolalar kam. Oilaviyligi tarqatilinyapti. Уже mehribonlik uylari ham endi bo'lmaydi. Mana cho'g'imiz ham kamayib ketgan. Shu Kseniya ham assalimni yaxshi ko'raman-de, rossayam. Yomon shirin qiz-de. Har doim menga sizni yaxshi ko'raman deyaveradi mana shunaqa qilib. Mana ishxonamiz juda ham chiroyli.